Dorilar yaratishni ko'rib chiqamiz. Nomenklaturaga kirib, bu yerda tovarlarimizning nomini ko'rishimiz mumkin. Sotuv narxini va kirim narxlarini. Shu yerning o'zida yaratishning ikkita yo'li bor. Serverdan import qilish va qo'ldan yaratish. Eng son yo'li serverdan import qilish bo'ladi. Bu yerda tovarimizning shtrix kodini urib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek tovarimiz yaratilgan. Ichiga kirsak, to'liq nomlanishi bor. DHS va IKPO shtrix kodlari bilan kiritilgan. Bu yerning o'zida biz to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Nomlanishini va kerakli guruhni. Qo'ldan yaratish esa bu yerda yozamiz. Guruhni tanlaymiz. Va QQS'ni tanlaymiz. IKPO'da esa biza qidirib o'tirishimiz kerak emas internetda. Qidiruvni bosib, tovarning turini yozishimiz yetarli. Sublimatsiyalangan kofe plyusni bosib qo'shib qo'yamiz. Va shtrix kodlarga kirib, shtrix kodini uramiz. Saqlashni bosib, tovarimiz yaratiladi. Bundan tashqari, yana yaratishni bosamiz va kiloli tovarlarni ham xuddi shunday yaratamiz. Masalan, o'lchov birligini kg qilib qo'yamiz. Va shu yerning o'zida yangi guruhni ham yaratishimiz mumkin. Yaratishni bosib yozamiz. Saqlash va yangi guruh yaratiladi. IKPO'da ham xuddi shunday yozamiz. Har xil turdagi pechenyelarni tanlab shtrix kodlarga o'tamiz va tovarimizning shtrix kodini uramiz. Saqlashni bosib yaratamiz. Mevalarni ham xuddi shunday yaratishni bosib yozishimiz mumkin. Masalan, anor deymiz. O'lchov birligi kg, QQS 12%. Guruhni esa mevalar tanlaymiz. IKPO'da anor yozib, anorni tanlaymiz. Kiloli mevalarda masalan bizda shtrix kod kerak emas bo'lishi mumkin. Saqlashni bosib davom etib ketaveramiz.